Demak, do'stlar, barchaga salom. Programmeriz loyihasi va men bu Bek Turdiyev sizlar bilan birgalikda PHP da navbatdagi darsimizni ko'rishni boshlaymiz. Demak, ushbu darsda asosiy fokusni faqat dars kontentiga qaratamiz va siz bilan PHP da navbatdagi buyruqlarni o'rganib chiqishni boshlaymiz. Demak, VS Code'da bizda mana 3-kun index PHP yaratilgan va sizlar bilan PHP dagi navbatdagi buyruqlarni birgalikda ko'rib chiqsak bo'ladi. Ushbu darsimiz ham juda ham muhim darslardan biri hisoblanadi va biz bu yerda asosan takrorlash operatorlariga kirish qilamiz va takrorlash operatorlari o'zi nima, qaysi o'rinlarda foydalanadi, real hayotda misol keltirgan holatda yana ko'rib chiqishda davom etamiz. Umuman barcha dasturlash tillarida mavjud takrorlash operatorlari va biz PHP da for takrorlash operatorini ushbu dars davomida ko'rib chiqamiz. O'zi takrorlash nima uchun kerak? Biz kod yozish jarayonimizda har xil holatlarga duch kelamiz, qaysiki yozgan kodimizdagi qaysi bir logikamizni bir necha marotaba qayta takrorlan qiymatlarni o'zgartirgan holatda foydalanishga ehtiyoj sezishligimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu tomonlama biz takrorlash operatorlariga ehtiyoj sezamiz. Oddiy bir misol. Agar sizga birdan 100 gacha bo'lgan sonlarni ekranga chiqaring degan bir topshiriq beriladigan bo'lsa, o'zingiz o'ylab ko'ring. Buni nusxalab birdan 100 gacha bo'lgan sonlarni birma-bir quyidagi tartibda yozishligingiz qay darajada to'g'ri bo'ladi? Bir amallab 100 tani ham yozib ko'rarsiz, lekin shunda shart o'zgarib ketib qoladigan bo'lsa, ushbu 100 ta emas, endi 200 ta, 1000 talab narsalarni yozishga to'g'ri keladigan bo'lsa agar, bu qanday amalga oshiriladi? Yoki demak, biz foydalanuvchilar bazasini shakllantiryapmiz va u yerda bir necha yuzlab foydalanuvchilar bo'lishi mumkin. Ularning ma'lumotlarini birma-bir chiqarishligimizga to'g'ri kelishligi mumkin. Aynan mana shunaqa jarayonlarda bitta narsani qayta nusxalab yozishlik bu to'g'ri kelmaydi va biz keltirilgan qiymatga asosan demak nimadir algoritmga demak moslashgan holatda takrorlashdan foydalanishligimiz mumkin bo'ladi. Aynan ushbu takrorlashni bizga ta'minlab beradigan demak operatorlar mavjud. PHP da esa aynan for takrorlash operatorini siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ingliz tilida aynan for loop deb bu narsani aytishadi. Ya'ni for takrorlash operatori degan ma'noda keladi. Xo'p, demak biz ham hayotda qaysidir bir narsalarni takror bajaramiz, qaysidir bir nuqtagacha. Misol uchun, agar ertalab turib ishga boradigan bo'lsak yoki qandaydir o'qishga boradigan bo'lsak agar, aniq belgilangan vaqtimiz bor, to'g'rimi? Har kun takrorlanib keladigan. Misol uchun, ertalab soat 9 da ishda bo'lishligimiz shart. Keyingi kuni ham soat 9 da ishda bo'lishligimiz shart. Demak, bir xil holat qayta takrorlanib kelyapti va qachondir u to'xtaydi, qaysidir shartga ko'ra. Masalan, shartimiz bo'lishligi mumkin, agar dam olish kuni bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yakshanba kuni bo'ladigan bo'lsa agar, demak, bizda ish kuni emas, aynan o'sha paytda shart demak to'xtatiladi, takrorlash to'xtatiladi o'sha vaqtda. Demak, real hayotimizda bunday takrorlanib keladigan narsalar ovqat yeyishimiz, kiyinishimiz yoki qaysidir bitta mashg'ulot bilan shug'ullanishligimizning aniq bir har kuni takrorlanib keladigan vaqtlari bor. Demak, dasturlashgan xuddi shunday ekan, biror bir masalani ishlashligimiz uchun demak nimanidir takrorlashga ehtiyoj sezamiz. Kelinglar, elementar oddiy bir misollar bilan bu narsani ko'rib chiqamiz. For takrorlash operatoridan foydalanamiz. Uning strukturasi esa quyidagi ko'rinishga ega. Birinchi bo'lib qandaydir bir o'zgaruvchi e'lon qilishligimiz kerak bo'ladi. Odatda i degan o'zgaruvchi bilan ishlanadi. Xohlagan o'zgaruvchingizni berishligingiz mumkin. Ana undan keyin qandaydir bir shart yoziladi va ushbu o'zgaruvchining qiymatini oshirib borishligimiz kerak bo'ladi. Bu yerda nima holat yuzaga kelyapti? Mana oddiygina print orqali ini qiymatini agar men chiqaradigan bo'lsam, natijani siz bilan ko'rishligimiz mumkin. Demak, mana 0 dan boshlab 9 gacha bo'lgan sonlar ketma-ketlikda chiqib kelyapti. Bu takrorlash qanday ro'y beryapti, birma-bir tushuntirib o'taman. Demak, bizda i degan o'zgaruvchimiz boshlang'ich qiymati 0 ga teng ekan va biz mana bu shartni tekshiryapmiz. Ya'ni aynan ushbu o'zgaruvchimizning qiymati undan kichkina ekanligini aytayapmiz.
o'ylab qarasak haqiqatdan ham rost keltirgan ushbu demak o'zgaruvchimiz 10 sonidan kichkina. Shu sababli ham nima bo'layapti? Bizda takrorlashga ruxsat berilyapti. Ya'ni rost qiymat qaytarganligi tufayli takrorlashga ruxsat berilyapti va bizda i ning qiymati uzatilyapti, ya'ni 0 bo'lyapti. Ana undan keyin qiymatni 1 ga oshiradi. Bu nima uchun kerak desak, biz aynan shu demak takrorlashni vujudga keltiradigan narsa shu hisoblanadi. Agar bu narsa bo'lmasa, qiymat o'zgarmasa agar, mana bu shartimiz doim rost bo'lib qolib ketadi va bizda cheksiz davom etib ketib qoladi takrorlashimiz. Va qarabsizki, bizning dasturimizda xatolik yuzaga kelib, vaqt bilan bog'liq va xotira bilan bog'liq muammolar yuzaga kelib, demak shartimiz hech qachon tugatilmaydi va bu nihoyasiga yetmay cheksiz davom etib ketib qoladi. Xatolik ro'y beradi. Shu sababli biz qachondir demak doim takrorlash operatorini harakatga keltirishligimiz kerak va qandaydir bir shart to'g'ri keladigan bo'lsa, takrorlashni to'xtatishligimiz kerak bo'ladi. Demak 1 ga oshirib borgandan keyin bu shart yana tekshiriladi. Demak endi bir sonimiz 10 dan kichkina ekanligi haqida gap ketyapti. Bir sonimiz 10 dan kichkina ekan, rost, demak uning ham qiymati chiqariladi va yana orqaga qaytadi va qiymati 1 ga oshadi. 2 misolida tekshiriladi. Rostmi? Natija chiqariladi. Keyin qiymat yana 1 ga oshadi. 3 ham kichkina tekshiriladi va hokazo bu 9 gacha yetib boradi. 9 bo'lgan vaqtda ham kichkina chiqariladi va i ning qiymati 1 ga oshirilib 10 bo'ladi. 10 dan kichkina degan shartga kelib qoladi. Demak nima bo'ladi? 10 dan kichkina emas. Demak bu yolg'on qiymat qaytdimi? Demak takrorlash shu yerda nihoyasiga yetadi. Ya'ni uning ichiga kirmasdan tashqari qismga bizga o'tib ketadi. O'ylaymanki, menimcha tushunib oldingiz. Takrorlash operatorini shakllantirishligimiz uchun biz boshlang'ich nuqtani belgilashligimiz kerak, nihoyasini belgilashligimiz kerak. Ya'ni aynan mana shu qismimiz doim rost bo'lib tursagina takrorlash ishlaydi. Qachondir buni agar yolg'on qilib qo'yadigan bo'lsangiz, demak takrorlash shu zahotiyoq to'xtaydi. Buni masalan bunday yozishligim mumkin. Deylik a degan o'zgaruvchim bor, true deb yozilgan. Mana bu yoqqa men o'sha a ni berib qo'yishligim mumkin. Bu i ni chiqaraveradi. Agar men yozsam bo'ladi, if i sonim teng bo'lib qolsa mabodo 10 ga a ni false qilgan deb quyidagi tartibda yozib qo'yishligim mumkin. Shunda nima bo'ladi? Shunda ishga tushiradigan bo'lsak, biz mana 10 ni ham chiqardi hozirgi misolimizda. 10 ni ham chiqarib berayapti. Buni agar 9 deb yozadigan bo'lsak, shu bilan to'xtaydi. Amiz false bo'lib to'xtaydi. Bu tartibda ham to'xtatishingiz mumkin. Ya'ni qaysidir bitta nuqtaga yetganda buni qiymatini false qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bo'ldi, o'sha paytda to'xtaydi. Buni esa boshqa takrorlash operatoriga o'xshab ketayapti. Buni keyingi darslarda ko'rasiz. Eng qulay va oson yo'li aynan mana shu tartibda eslab qoling va forni demak shu tartibda ish ko'riladi. Menimcha tushunib oldingiz. Endi birma-bir har xil misollarni yechish orqali bunga yanada yaxshiroq tushuncha hosil qilishligimiz mumkin. Demak, sizlar bilan bir qancha masalalar ishlashga harakat qilib ko'ramiz. Keling, dastlabki ko'radigan masalamiz siz bilan bo'la qolsin. Oddiygina birdan 100 gacha sonlarni demak ro'yxat qilib chiqarish borasida gap ketdi. Shuni ko'ramiz. Shunchaki buni 100 deymiz va kichkina yoki teng deyishimiz mumkin. Agar 1 dan 100 gacha bo'lsa, i ni qiymatini 1 deyman va print qilib chiqarayotgan vaqtimizda bitta bari qo'yib qo'yishligimiz kerak, negaki pastki qatordan chiqarib berishligi uchun. Natijani ko'rsak, mana 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar bizning brauzerimizdan o'rin egallayapti. Xo'p, menimcha buni tushunib oldingiz. Ana endi siz bilan birgalikda masalalar ishlashga harakat qilib ko'ramiz. Demak, bizda shunda birinchi masalamiz bo'ladi. Bu narsani shunchaki izohga olib qo'yaman va izohga olingandan so'ng bu yerda endi masala shartini kiritib qo'yaman. Bizda kiritilgan raqamning karra jadvalini chiqaring degan
demak shart yozilgan. Demak aynan mana shu shartga ko'ra biz dastur tuzib ko'ramiz. Bu degani, masalan, n sonimiz kiritilsa, deylik 15 bo'lsa agar, 15 soni uchun qarra jadvalini 1 dan 10 gacha bo'lgan ko'paytmasini chiqarib berishligimiz kerak bo'ladi. Bu uchun o'sha fordan foydalanamiz. I ning qiymati 1 va i'miz kichkina yoki teng 10 deymiz va i plus plus, ya'ni i 1 dan boshlansin toki 10 dan kichkina bo'lgan holatlarda ishlayversin. Birma-bir qiymati oshib boraversin deymiz. Bu takrorlanib kelaveradi. Va biz bu yerda yozamiz echo deymiz. Keling, birinchi navbatda shunchaki i ni o'zini chiqarib ko'rsataman. Bo'laklarga bo'lib ishlasak, tushunishligingiz yanada oson bo'ladi. Demak, mana 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar chiqib kelyapti. Ana endi bularni quyidagi tartibda chiqarishligimiz kerak. 1 ko'paytirilgan deylik, 1 ko'paytirilgan 1 teng 1. 1 ko'paytirilgan 2 teng 2. Quyidagi tartibda takrorlanib ketaverishligi kerak. Buni qanday bajaramiz? Bajarish juda ham sodda. Demak, buni bajarishligimiz uchun demak 1 sonini chiqardik. Undan keyin ko'paytirish sonini chiqaramiz va endi kiritilgan sonni chiqarishligimiz kerak bo'ladi. N desak agar, n'imiz 15, to'g'rimi? Endi kiritilgan sonni chiqaramiz. N $n teng ikkalasini ko'paytmasini shu yerda yozishligimiz kerak. Ya'ni i ni ko'paytiramiz n ga. Quyidagi tartibda yozamiz. Ishga tushiradigan bo'lsak, mana 1 ni 15 ga ko'paytirsak 15, 2 ga ko'paytirsak 30, 45, 60, 70 va hokazo, mana 150 gacha bo'lgan holatda bizda qarra jadvali hosil bo'layapti. Hozir buni istalgan qiymatga o'zgartirib qo'ysangiz, misol uchun 30 deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, demak 30 uchun qarra jadvali chiqarib beriladi. O'ylaymanki bu masalani ishlash ham sizga tushunarli bo'ldi. Ya'ni bular birma-bir ishlab boradi. Mana i bizda boshlang'ich 1, 1 ni ko'paytiryapti n ga, 30 ga natijasini chiqaryapti. Ana undan keyin 2 bo'layapti, 3 bo'layapti va hokazo joyida aylanyapti. Qachonki mana shu shart xato bo'lib qolguncha, ya'ni 10 bo'lsa, 10 kichkina yoki teng 10 da shart rost ishlaydi. 11 bo'lib qolgan vaqtda 11 kichkina yoki teng 10 degan shartimiz ishlamaydi va shu yerda demak takrorlash tugatiladi. Menimcha buni ham yaxshi tushunib oldingiz. Ushbu masalani ham izohga olib qo'yaman. Sizga keyinchalik kerak bo'lishligi mumkin va biz keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalamiz demak, menimcha sizga tushunarli bo'lyapti. Izohlarda bu haqda yozib qoldirishligingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, bizda keyingi masala n sonigacha bo'lgan Fibonacci sonlar ketma-ketligini chiqaring deb nomlangan masalamiz. Fibonacci sonlarni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Bu Fibonacci qanaqa sonlar? Quyidagi ketma-ketlikka ega bo'lgan sonlar Fibonacci sonlari hisoblanadi. Ya'ni Fibonacci deyilganda boshlang'ich ikkita qiymati bizlarga allaqachon berilgan 0 va 1. Bizda keyingi raqamlar esa o'zidan oldingi ikkita raqamning yig'indisiga teng bo'lib boradi. Misol uchun mana 0, 1 raqami bo'lsa, o'sha 1 ni hosil qilish bu ikkalasining yig'indisiga teng. 2 ni hosil qilish bu ikkalasini o'zidan oldingi ikkitasiga teng. Mana 3 ni hosil qilish 1 va 2 ga, 5 ni hosil qilish 2 va 3 ga. Mana 8 esa 3 bilan 5 ning yig'indisi, 13 5 bilan 8 ning va 21 8 va 13 ning yig'indisiga teng bo'layapti. Shu tartibda bizlarga demak qiymatlarimiz ortib boraveradi. Biz esa qandaydir n soni berilgan, o'sha n soni
gacha bo'lganlarini chiqarishligimiz kerak. Misol uchun bizda agar 20 soni kiritilgan bo'lsa, agar demak 20 sonigacha bo'lganlari chiqadi. Demak mana bu 13 gacha demak 13 raqami chiqadi, 21 chiqmaydi. Menimcha tushundingiz. Bu ketma-ketlikni qanday chiqaramiz? Agar sizga shart yaxshiroq tushuna olishligingiz uchun men hozir bu yerda dastur tuzishda davom etib ketaveраman. Pauza holatiga qo'ygan holatda sizda imkoniyat bor. Demak, dastlab o'zingiz tuzib ko'rib, keyin biz tushuntirib bergan holatda bu narsani ishlab ko'rsangiz bo'ladi. Demak, tuzishni boshladik. Fordan foydalanamiz. i'miz teng bo'layapti boshlang'ich 0 ga. i'miz esa kichkina bo'ladi kiritilgan n sonidan va kichkina yoki teng deyishligimiz mumkin va bizda i sonimizni 1 ga oshirib borishligimiz kerak bu yerda. Bo'ldi. Bizda dastlabki ikkita qiymat aniq. F1 sonimiz 0 ga teng, F2 sonimiz esa 1 ga teng. Biz chiqaradigan sonlarimiz birinchi navbatda print qilib F1 bilan F2 ni chiqarishligimiz mumkin. F1, F2 quyidagi tartibda chiqarishligimiz mumkin va ularning yig'indisini olishligimiz kerak. F1 bizga teng bo'ladi F2 ning qiymatiga. F2 miz teng bo'ladi F1 plus F2 ning qiymatiga. Tak. F1 miz teng bo'ladi F2 ning qiymatiga. Hozir F2 plus F2 bo'lib qolyapti, shuning uchun buni temp deb yozishligimiz kerak. Bu temp degan o'zgaruvchi olamiz. Bu F1 ning qiymatini o'ziga saqlaydi. Bo'ldi, shu tartibda yozsak, print deb biz F2 ni qo'yib qo'yishligimiz mumkin. Hozir tushuntirib beraman. Masalani ishlagandan keyin nima ish bo'layotganligini bera qo'yamiz. Bularning barchasining oxirida va ishga tushiribdi, tekshirib ko'raylik qani bizda qanday ketma-ketlik hosil bo'layapti ekan. 011 qiymat chiqayapti, negaki bizda $n hozir kiritilganicha yo'q. $n ni kiritamiz, deylik 20 deb kiritadigan bo'lsak, tak, yo'q, bizda hozir ko'p ishladik. N sonigacha borishligi kerak edi. To'g'rimi? Tak. Bu n marotaba ishga tushib ketib qolayapti. Bu tartibda ketishligi kerak emas. N sonigacha bo'lishligi kerak. Bu n marotaba ishga tushib borayapti. Demak, biz yozishligimiz mumkin bo'lgan narsa mana bu yerda shartni quyidagi tartibda yozsak bo'ladi. F2 miz n dan kichkina yoki teng degan narsani yozib qo'ysak bo'ladi. Ishga tushirsak, endi mana 21 hosil bo'layapti, faqat bizda bu chiqmasligi kerak edi. Kichkina holatida desak ham n sonimiz 20. Ishga tushiramiz. Demak 0 dan n gacha. Yoki quyidagi tartibda yozsak ham bo'laveradi. Agar biz if deb yozib f2 miz kichkina bo'ladigan bo'lsa, n sonidan katta yoki teng bo'lib ketadigan bo'lsa, break deyishimiz mumkin. Shu o'rinda breakni tushuntirib ketaman.
agar bizda takrorlash operatorimizni ichida break degan operator uchraydigan bo'lsa, bu takrorlashni shu joyida to'xtatish kerakligini anglatadi. Ya'ni keyingi qismga o'tib ketilmaydi. Natijani ko'rsak, 21 bir xil chiqib kelyapti bizga. Negaki $n dan biz F2 ni vaqtliroq chiqarishligimiz kerak edi nazarimda. Quyidagi tartibda ishlashligimiz mumkin. Ishga tushirsak, yo'q, bir xil ish olib borilyapti. Agar F2 sonimiz n sonimizdan katta yoki teng bo'lsa, break qilgan. F2 sonimiz temp. Biz chiqarishni quyidagi tartibda qilishligimiz kerak. Aks holda else deb bo'ldi mana. Shu tartibda bo'ladi. Agar F2 sonimiz n sonimizdan katta yoki teng bo'lsa chiqarganda. Bu yerda nima ish qildik? Bu yerda qilgan ishimiz boshlang'ich ikkitasini belgiladik, 0 va 1 va bularni chiqarib olayapmiz. Ana undan keyin bizda mana sonimiz berilgan, qaysi songacha bo'lganlarini chiqarish va bu yerda shartlarni keltirib o'tayapmiz. Ya'ni i sonimiz n dan kichkina bo'lgan holatda ishlasin degan holat, demak masalani ko'rsatib o'tayapmiz. Va bitta o'zgaruvchi oldim, temp degan F1 ni qiymatini saqlab qo'yapman. Ya'ni birinchi sonning qiymatini saqlab qo'yapman. Nega? Sababi biz buning qiymatini keyin yo'qotib qo'yishligimiz mumkin. Shu sababli tempga buni saqlab qo'yapman. Masalan, hozir 0 edi. 0 ni tempga saqlab qo'ydim boshida. Ana undan keyin F1 ga F2 ni qiymatini oldim. F1 ga F2 ni qiymati 1. Buni oldim. Va ana shu joyda mana F1 ni qiymati yo'qolib ketib qoldi. F2 ga esa ikkalasini yig'indisini olayapman. Chunki F2 o'sha yangi son paydo bo'lyapti bu yerda. Ikkalasini yig'indisi 1 bo'ladi. Va bizda 1 ni chiqaradi. Chunki men tekshirganda agar F2 sonimiz n sonimizdan katta bo'ladigan bo'lsa, demak break qilgan, aks holda uni chiqargan deyapti. Bizda katta emas, n sonimiz 20, bu esa 1, demak chiqarish kerakmi? Chiqarish kerak. 1 deb chiqib kelyapti. Ana undan keyin orqaga keldik, tempga F1 ni qiymatini o'zlashtir. F1 imiz 1 bo'lib qolgan edi, to'g'rimi? Endi u 1 ni o'zlashtiryapti. Bu yerda esa F1 teng F2, F2 imizga 1 qolgan edi, 1 ni o'zlashtiryapti. F2 imiz esa temp plus F2 ga, bu yuqoridagi ikkalasini yig'indisiga teng deganda mana 2 ni o'zlashtiryapti. Bu ikkalasini yig'indisini o'zlashtiryapti. Sezib turganingizdek, bizda F1 F2 ni qiymatini olib ketaveradi. F2 esa o'zidan oldingi ikkitasini qo'shib ketaveradi. Ya'ni bular birma-bir o'ngga surilib ketyapti. Va qachondir agar ikkalasining yig'indisi biz kiritgan sonimizdan katta yoki teng bo'lib qoladigan bo'lsa, uni to'xtatadi. Katta deb qo'ysak ham bo'laveradi. Tushunarli, mana shu Fibonacci sonlar ketma-ketligini chiqarish hisoblanadi. Misol uchun 200 deb yozadigan bo'lsangiz, 200 sonigacha bo'lgan Fibonacci sonlar mana ketma-ketligi chiqib kelyapti. Haqiqatan ham istalgan bitta sonni tanlang, ular o'zidan oldin kelgan ikkita sonning yig'indisiga teng. Agar bu masalani qandaydir tushunmay qolgan bo'lsangiz, shu holatda bir o'zingiz ishlab ko'ring va bu algoritmni yanada optimallashtirish mumkin. Bu juda ham demak sodda holatda ochib tashlangan. Buni yanada optimallashtirish mumkin. Buni demak praktika qilganingiz sari yaxshilab borishligingiz mumkin bo'ladi. Keling, forni yaxshiroq tushunishingiz uchun siz bilan yana bir masala ishlab ko'ramiz. Soddagina masala.
Keyingi masalamiz n sonining faktorialini aniqlang. N sonining faktorialini aniqlang. Demak, bizda faktorial nima degani? Faktorial matematikadan bilishligingiz kerak. N faktorialimiz 1 dan boshlab xuddi o'sha n sonigacha bo'lgan sonlar ko'paytmasiga teng. Misol tariqasida aytaman, agar bizda 5 faktorial berilgan bo'lsa, bu degani 1 ko'paytirilgan 2, 3, 4, 5 hisoblasangiz 120 chiqib keladi. Aynan mana shu masalani biz hozir siz bilan birgalikda demak for takrorlash operatorida ko'rib chiqamiz. For i teng 0 1 deylik. Hozir 0 desak, 0 larni ko'paytirsak, istalgan songa u 0 bo'lib ketib qoladi. Kichkina yoki teng n dan va i plus plus. Bitta rezultatni hisoblab boradigan o'zgaruvchi olaman, result deb, uning qiymati deylik boshlang'ich 1 ga teng bo'lsin. Shu yerda endi yozamiz. Result teng bo'ladi result ko'paytirilgan i ga. Va oxirida resultni chiqarib qo'yishligimiz mumkin. Tak, bizda endi n sonini yozishligimiz kerak. N sonimiz deylik 5. Agar 5 deb yozsak, mana bizda 120 degan natija qaytarilyapti. So 1 dan boshlab 5 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi bo'lyapti. Bu yerda ish qaysi tartibda ketyapti? Ahamiyat beramiz. Boshida i sonimizning qiymati 1 ga teng. 1 esa n dan kichkina, to'g'rimi? 5 dan kichkina, demak ishlaydi. Va resultga yozyapmiz. Resultga o'zini bor qiymatini kelayotgan i ga ko'paytiryapmiz. Bor qiymati 1 edi. 1 ni ko'paytiradi 1 ga 1. Result 1 ni o'zlashtiradi. Keyingi safar i ni qiymati bittaga oshadi va tekshirib ko'radi. Tekshirsak, haqiqatda n dan kichkina, 2 5 dan kichkina va endi resultni ko'paytiradi 2 ga. 1 ni 2 ga ko'paytiradi, 2 yozadi. Xuddi shunday 3 bo'ladi, 4 bo'ladi va result har doim qarang ko'paytmalarni o'zida saqlab olib ketyapti. Demak, har bitta ko'paytmani o'zida saqlab boryapti va oxiri qaysi son kiritilgan bo'lsa, o'sha sonni ko'paytiradi va natijani chiqarib qo'yadi. Oddiy bir misol, mana n 6 qiladigan bo'lsak, bizda 720 natijasi chiqishlik kerak. Mana 6 faktorialimiz 720 ga teng. O'ylaymanki, ushbu mavzu sizlarga yaxshi tushunarli bo'lyapti. For takrorlash operatoriga tegishli bo'lgan mavzuyimiz va sizlar bilan navbatdagi masalani ishlab ko'ramiz. Bizga quyidagicha masala sharti berilgan ekan. Bu masalani ham demak izohga olib qo'yaman. Va bizda quyidagicha shart berilgan. 100 va 200 oralig'idan n soniga bo'linadiganlarning ro'yxatini va ularning yig'indisini hisoblaydigan dastur tuzing deyilyapti. Misol tariqasida bu yerda hozir adashib 9 niki keltirilgan. Ya'ni agar bizda n sonimiz 9 bo'ladigan bo'lsa, 100 va 200 sonlari orasidan 9 ga bo'linadiganlarini ro'yxatini chiqarishligimiz kerak va aynan mana shu ro'yxatdagi sonlarni yig'indisini hisoblashligimiz kerak bo'ladi. Yig'indisi deyilganda bularning barchasi bir-biriga qo'shib natijasini mana bu sum deb chiqarishligimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu masala bizlarga hozir shart tariqasida berilyapti. Demak, buni qanday tartibda ishlaymiz? Yana o'sha for dan foydalanamiz. For i sonimiz berilgan ekan, boshlang'ich 100 ekan qiymati. Va bu sonimiz kichkina yoki teng 200 dan. Va qiymati 1 ga oshib boradi. Va bu juda ham sodda. Agar deymiz i sonimizni qoldiqli bo'lsak, keltirilgan n soniga
va qoldig'imiz 0 qolsa, bu degani i sonimiz o'sha n soniga bo'linadi ekan. Demak, uni ekranga chiqaramiz. Echo orqali i deymiz va bu yerda nuqta orqali mana yozamiz. Istasak vergul orqali bularni ajratib yozishligimiz mumkin yoki bari qo'ysak bo'ladi. Ishga tushiradigan bo'lsak, ahamiyatli bo'ling. Tak module by 0 deyapti. 0 ga bo'linish bo'lib qoldi, sababi biz n ni kiritmaganmiz. N soniga 9 kiritamiz va ishga tushiramiz. Ishga tushirsak, bizga quyidagi tartibda raqamlar chiqariladi. Haqiqatan ham ularni solishtirsangiz 9 ga bo'linadiganlari chiqayapti. Mana hozir 5 deb yozsam, aynan 5 ga bo'linadigan sonlar 100 va 200 oralig'ida chiqariladi. Faqat bizda hozir yana bir shartimiz qolayapti. Bu masalani ishlash bilan bir qatorda chiqariladigan ushbu sonlarning yig'indisini ham hisoblab ketishligimiz kerak bo'lardi. Va shu uchun bitta sum degan o'zgaruvchi olaman. Boshlang'ich qiymati mutlaqo 0 ga teng va mana shu son aniqlangandan keyin bu sum yig'ib boradi o'ziga. Har bitta topilgan sonni. Har bitta topilgan sonimiz i bu. Sum o'ziga yig'ib boraveradi. Mana qo'shib qo'yadi. Keyingi safar topilganda eslab qolgan o'sha qo'shgandagi qiymatiga yangi qiymatni qo'shib ketaveradi. Nima sababdan aynan bu misolda 0 qilib oldik va pastda ko'paytirishda 1 qilib oldik? Negaki, demak qiymatni qo'shayotgan vaqtimizda biz 0 ni ustiga qo'shadigan bo'lsak, o'sha qiymatni o'zi kelib chiqadi. 0 ga qo'shsak agar hech qanday muammo bo'lmaydi. Shu sababli shuni yozganmiz. Pastda esa 1 qilishligimiz shart, sababi ko'paytma bo'lganligi uchun. Negaki, istalgan sonni 1 ga ko'paytirsak, o'sha sonni o'zi bo'laveradi. Pastdan 0 yoza olmaymiz. Agar 0 yozib qo'ysak, ko'paytmada 0 qatnashdimi, barchasi 0 bo'lib ketaveradi. Shuning uchun nega aynan 0 olyapmiz? Nega aynan 1 olyapmiz? Masaladan kelib chiqqan holatda bu qarorga kelyapmiz. Masalani ishlayotgan vaqtingizda siz ham shu tartibda ish ko'rasiz. Oxir hamma summani yig'ib bo'lgandan keyin takrorlashdan tashqarida echo qilib summani chiqarishlik mumkin. Faqat bundan oldin bitta bari tashlaymiz va natija deb ikki nuqta qo'yib shu summani chiqarib qo'ysak bo'ladi. Ishga tushirsak, mana natija deb 3150 deyapti. Bu yerda esa 1683, negaki biz 200 ni olmaganmiz. Mana 200 ni agar o'chirib qo'yadigan bo'lsak, biz 200 ni olganmiz, masalada olinmagan ekan. Qat'iy kichkinaligi aytilyapti. Ishga tushirsak, tak, bizda keyin 5 ni ko'ryapmiz. Masala shartida 9 berilgan. Bunga ham ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Mana 1683 chiqib kelyapti. Menimcha tushunib oldingiz. Xuddi shu tarzda, demak, takrorlash operatorlariga tegishli bo'lgan masalalardan ishlab borishligingiz kerak bo'ladi. Yanada yaxshiroq tushunib olasiz va siz bilan keyingi masalani ko'ramiz. Bizda keyingi masalamiz kiritilgan sonni teskari tartibda chiqaruvchi dastur tuzing deyilgan ekan. Va buni quyidagicha yozaman. Tak, izohga olib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Masala shartini yozaman. Bizda kiritilgan sonni teskari tartibda chiqaruvchi dastur tuzing deyilgan. Bu endi biroz vaqtimizni olishligi mumkin. Xo'p, qarang. Bu nima degani? Bu agar bizda 1 2 3 4 kiritilgan bo'lsa, natija 4 3 2 1 bo'lishligi kerak. 5 6 7 8 9 kiritilgan bo'lsa, 4 5 6 7 8 9 kiritilgan bo'lsa, natijamiz 9 8 7 6 5 4 bo'lishligi kerak. Aslida PHP da mana qarang. Reverse the string in PHP deb yozsangiz, mana strrev degan funksiyamiz bor. Oddiygina bitta funksiya bilan ham bu chiqib keladi. Echo deb strrev ni ichida mana n sonimizni berib yuboradigan bo'lsangiz, faqat bu satr holatda bo'lishi kerak.
mana 1 2 3 4 5 bo'lgan paytida ishga tushirsangiz mana 5 4 3 2 1 qilib berayapti. Biz endi PHP da tayyor funksiyasi bo'lganligi uchun undan foydalanib ketishligimiz mumkin. Qachonki biz aynan shu ko'rinishdagi masala loyihaning ichiga kelib qoladigan bo'lsa, agar loyiha ichida bu narsani uchratmasangiz, faqat o'zingiz shug'ullanishingiz uchun buni o'zingiz yaratib ko'rishligingiz kerak. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, biz buni bu masalani aynan forni tushunish uchun, takrorlashni tushunish uchun qilyapmiz ekan, buni o'zimiz bir qo'lda yaratib ko'ramiz. Buni qaysi tartibda foydalanamiz? Bizga endi satr emas, raqam berilgan bo'ladi. Quyidagi holatda bu strrevni ham izohga olib qo'yaman, sizga kerak bo'ladi. Kiritilgan satrni teskari qilib beradi deylik. Biz bu yerda endi kod yozamiz. Birinchi i sonimiz teng 0 dan deyman. I sonimiz kichkina yoki teng n dan deyman. Bo'laversin n gacha. Lekin aslida bu masalani ishlashligimiz uchun birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan narsa nima? Birinchi navbatda kerak bo'ladigan narsa, biz buni nechta xonadan iborat ekanligini bitta keling chiqarib ko'raylik. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun shu o'rinda sizlar yangi funksiya ham o'rganib olasizlar. Qandaydir n sonini o'ziga n ni bo'laman 10 ga. n ni bo'laman 10 ga. Shartni keling n sonim n sonim 0 dan qat'iy katta bo'lganda ishlasin deb qo'yaman shartni. Bo'ldi. Shu tartibda yozib qo'yamiz. Endi n ni 10 ga bo'lib shunchaki chiqarib ketaveraman. Ishga tushirsak nima bo'ladi? Bu to'xtamay qoladi, bu float bo'lganligi uchun. Shu yerda floor degan funksiyani tushuntirib ketaman sizga. Ishga tushirsak quyidagi natija chiqyapti bizga. Xo'p. Biri qo'yishligimiz kerak bu yerga. Qarang. Mana 1 2 3 4, keyin 1 2 3, 1 2 1 va 0 bo'layapti, to'g'rimi? Echo deb i ni qiymatini oxirida chiqarsam 5 bo'layapti, qarang. Ya'ni biz aniqlay oldik, hozir i imiz bizlarga necha xonali son ekanligini bildirib beradi. I necha xonali son ekanligini bildirib beradi. Endi mantiqan o'ylab ko'ring. Sonni teskari qilishligimiz uchun nima qilishligimiz kerak? Teskari qilishligimiz uchun demak, agar bir chap tomondan kelsak, 1ma1 bu sonlarni olib mana 1 sonini olishligimiz kerak dastlab. Ana undan keyin 3 4 5 quyidagicha ish qilamiz.
Demak, davom etamiz. Qarang. Bizda hozir quyidagi holat berilgan. Floor degan funksiyamiz mavjud. Floor degan funksiyamiz ichiga agar biz o'nlik kasr yozadigan bo'lsak, ushbu o'nlik kasrimizga eng yaqin turgan kichik butun sonni qaytaradi. Ya'ni floor deb, masalan, 1.2 bo'ladigan bo'lsa, 1.2 ga yaqin turgan eng kichik butun son qaysi? Bir soni eng yaqin kichik, bundan kichik bo'lgan butun sonni chiqarishligimiz kerak. Bu 1. Bu yaxlitlashni bildirmaydi. Bu faqatgina o'sha butun qismini oladi. Masalan, 1.9 deb yozsangiz, 1.99 deb yozsangiz ham 1 qaytaradi. Sababi aynan shu songa eng yaqin turgan butun son qaytib kelishligi kerak. Agar xuddi shuni CL degani mavjud, CL deb yozadigan bo'lsangiz, shu songa yaqin turgan katta butun sonni chiqaradi. Bunda 2 qaytib keladi. Ya'ni 1.01 deb yozsangiz ham, misol uchun 2 qaytib kelaveradi. Bizga hozir bu yerda floor kerak bo'ladi. Demak, n sonimiz 0 dan katta bo'lguncha ishlasin deb qo'ydik va n ni qisqartirib boraveramiz. Bitta o'zgaruvchi olaman men. Result degan o'zgaruvchi olaman. Ushbu o'zgaruvchim result degan o'zgaruvchim boshlang'ich n ni qoldiqli bo'lsin 10 ga. Ya'ni bu mana n ni 10 ga qoldiqli bo'lib boraversak nima bo'ladi? 5 ni oladi. To'g'rimi? Dastlab 5 ni oladi. Bu yerga n ni butun olsak nima bo'ladi? Butun bo'lsak, qarang. n sonimiz 1 2 3 4 5, qoldiqli bo'lamiz 10 ga. Bu sonni 10 ga qoldiqli bo'lsak, demak qoldig'imiz 5 qoladi, to'g'rimi? Demak resultimiz 5 bo'lib qoladi. Endi floorni ichiga n ni butun bo'lamiz deyapmiz 10 ga. 1 2 3 4 5 ni 10 ga butun bo'lamiz deyapmiz. Bo'ladigan bo'lsak nima bo'ladi? Demak 1234.5 bo'lib qoladi. Nimani ichida? Floorni ichida. Floor nima qilib berardi bizga? Floor aynan keltirilgan songa yaqin turgan eng kichik butun sonni qaytaradi. Bunga eng yaqin kichigi qaysi? 1234,5 ga. Demak 1234 ni o'zi, to'g'rimi? Ya'ni 1234, 1 2 3 4. Ahamiyat bersangiz, biz hozir sonni 2 ga ajratib qo'ydik. Resultga 5 ni ajratdik, 1234 esa n o'zlashtirib oldi. Tushunasizmi? Endi nima qilamiz desak, endi yuqorida men bitta natija degan o'zgaruvchi olaman. Boshlang'ich 0 ga teng va pastda yozaman natijani teng. Natijani qo'shaman. Result demak ko'paytirilgan 10 ga. Resultni ko'paytiraman 10 ga, bu natijam bo'ladi. Oxir natijani chiqaraman. Bu nima degani? Natija boshlang'ich 0 edi, 0 ga qo'shaman. Resultim 5, 5 ko'paytirilgan 10 ni. Shunda natija nima bo'ladi? 50 bo'ladi. Ikkinchi sira aylanib kelganda n ni qoldiqli bo'lish kerak 10 ga. Endi 1234 dan 10 ga qoldiqli bo'lsak nima bo'ladi? 4 ni oladi. Butun bo'lsagi floordan chiqarsak nima bo'ladi? 123 bo'lib qoladi. Ana endi mana yana ikkita qismga ajratildi. Biz mana bunga qo'yamiz. Natijamiz natija plus result ko'paytirilgan 10 ga. Resultimiz nima? 4. Tak. Yo'q, shu yerda bizda hozir xatolik bo'lyapti. 10 ga ko'paytirmaymiz buni. Natijani 10 ga ko'paytirishligimiz kerak. Mana. Endi to'g'ri bo'ldi. Boshlang'ich 0 turgan bo'ladi. 10 ga ko'paytirsa 0, resultimiz 5 bo'lgan payti natija 5 bo'lib qoladi. Ana endi 5 ni ko'paytiramiz 10 ga, qo'shamiz, resultimiz 4. Qarabsizki 54 paydo bo'ldi. Ya'ni o'zi teskari qilib oldik ikkitasini. Orqaga qaytsak, yana orqaga qaytamiz, nima bo'ladi? 123 ni 10 ga qoldiqli bo'ling deydi. Shunday bo'lsak, bu yerga 3 tushadi. Bu yerga esa 12 tushadi. Ya'ni endi 10 ga bo'lsak, 123 ni 10 ga bo'lsak 12.3, floordan chiqaradigan bo'lsak 12 chiqadi.
va mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. Natija 54 ko'paytirilgan 10 qo'shamiz. Rezultimiz nima? Rezultimiz 3 ga teng. 540 plus 3 543 bo'ladi. Mana bo'ldi. Natija orqaga qaytadi. N'imiz 3 qolgan ekan. Tak 12 qolgan. 12 ni 10 ga qoldiqli bo'lsak 2 ni oladi. Bu yerda butun bo'lsa agar va floordan chiqarsa 1 ni oladi. Va natija ko'paytirilgan 10 plus rezultga teng. Rezultimiz nima? 2. Qarabsizki 5432 soni paydo bo'ladi. Orqaga qaytadi. N ni qoldiqli bo'lamiz 10 ga deydi. 1 ni qoldiqli bo'lsak 10 ga 1 ni o'zi qoldiq bo'lib boradi va n ni bo'lamiz 10 ga 1 ni bo'lsak 10 ga 0.1 butun qismini ol desak agar 0 sonini oladi. N'imiz 0 bo'lib qoldi. Va pastda natijani aytadi. Natija ko'paytirilgan 10 plus rezultimiz nima? 1 ga teng. Buni hisoblasak, demak 54321, ya'ni 54321 paydo bo'layapti bu yerga. Va orqaga qaytyapmiz. Endi qaytgan vaqtimizda n ni qiymati nimaga teng? 0 ga teng. Va qarang, mana bu shartimiz xato bo'lib qolyapti aynan shu nuqtada. 0 kichkina 0 bo'layapti. 0 kichkina 0 deganimiz bu xato, demak shart shu yerda yakun topadi. Va echo deb natijani chiqarib qo'ysak, uning teskari tartibdagi varianti kelib chiqadi. Menimcha tushunib oldingiz aynan qanday jarayon bu yerda yuzaga kelayotganligini. Imkon qadar harakat qildik sizga 5 ta masalani, 5 dan ortiq masalani ishlatib ko'rishga. Demak, turli qiyinchilikdagi masalalar, bu boshlovchilar uchun mo'ljallangan masalalar. Harakat qiling o'zingiz mustaqil bu narsani yana shug'ullanib ko'rishlikka va biz takrorlash operatorlariga tegishli bo'lgan boshqa masalalarni yana yopiq guruhga yuborib qo'yamiz. Shug'ullanishga harakat qiling va for takrorlash operatorini yaxshiroq tushunib oling. Demak, aynan bugun uchun mo'ljallangan darsimiz 3-kunimiz. Demak, aynan mana shu takrorlash operatori bilan shu yerga yakun yasaladi. Endilikda agar sizda qandaydir savollar hozir tug'ilgan bo'lsa, agar biz savollarga yopiq guruhda javob berishligimiz mumkin va hozir esa efirimizni shu yerda yakunlaymiz. Demak, buni kuzatgan barchaga kattakon rahmat. Keltirilgan darslarni yaxshilab o'rganib, o'zlashtirib oling. Demak, siz bilan 3 kunni birgalikda bosib o'tdik. Demak, siz bilan yana 18 kun PHP tilida birgalikda ish olib boramiz. Shunday ekan, kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda, videolarni o'rganib borishda va do'stlaringizga yuborishda faol bo'ling. Shu yerda esa yakun yasaymiz. Programmeruz har doim kechagidanda yaxshiroq bo'ling.